Men loyiha ishimda onlayn do'kon ochaman. U onlayn do'konimda nomi Shuhrat Fayz. Bu nom men bilan ukamni ismini birlashtirganimdan hosil bo'lgan. Bu meni do'konimda logotipi. Meni maqsadim bolalar rivojlanishi uchun hissa qo'shish. Men do'konni ochishim uchun menga telefon kerak bo'ladi, kompyuter kerak bo'ladi, tovar kerak bo'ladi, yetkazib berish xizmati kerak bo'ladi, reklama qilishim kerak bo'ladi. Bu reklama qilishim uchun sun'iy intellekt yordamida o'yinchoqlarimda gapirtiraman. Meni pulim ko'p bo'lgandan keyin u pullarni biznesimda kengaytirish uchun sarflayman, ota-onamga sarflayman, o'zimga sarflayman, o'yinchoq ishlab chiqaradigan zavod yaratish uchun sarflayman. Sizni onlayn magaziningiz demak Shuhrat Fayz deb nomlanadi. Ha, Siz ukangiz bilan birga ochasizmi buni yoki o'zingiz ochasizmi? ukam bilan birga ochaman. Ukangiz bilan birga ochasiz. Demak bu onlayn do'kon bo'lar ekan-a? Onlayn do'konda demak qayerlarda reklama qilish kerak? Uchko'prikda, O'zbekistonda, Koreyada. Endi onlayn bo'lgandan keyin bu asosan telefonda bo'ladi. Ha. Telefonlarda ham nima qilish kerak? Reklama qilish kerak-a? Ha, Telegramlarda, Instagramlarda reklama qilish kerak. Xo'p, tushgan daromadingizni nima qilasiz keyin? biznesimni kengaytirish uchun sarflayman, ota-onamga sarflayman, o'zimga sarflayman. O'yinchoq ishlab chiqaradigan zavod yaratishga sarflayman. Kerakmi bizga shunaqa onlayn magazin? Demak sizga kuch-quvvat tilaymiz. Kelajakda Xudo xohlasa mana shunaqa Shuhrat Fayz onlayn magazinini oching. Demak, malades.